Buni qarangizlar. Toshkent mashina bozoridan Primoy dehqon topib oldim. O'zlarining nomida turibdi ekan. 40 ming dollardan ham ziyod ko'pti, hozir pul kerak ekan, sotyapti ekan. U bosang. Mana bitta mayli hech kim ko'rmaydi. Yamoni turibdi, uni qarang. Voy. Primoy dehqon, abagrif rul, abagrif sidenye, abduf. Hedap bormi bunda? Hedap yo'q ekan. Afsuski, bo'lish kerak bularda, mana shu oynasi chiqishi kerak. Mana yo'q. Kia K5 panorama tombo eng fulli ekan. Mana ko'ryapsizlar, bu bunaqa. Pulini mana shundan bilsangiz bo'ladi, bu richaglik, yana koja sidenye. Okam. Bitta motorni ko'rsatay. Aka, o'zlaringiz bozorlaringizga ketmadimi? Siz qaydanman dedingiz? Surxondaryo Denovdan. Dinov. Men Dinovda Jo'ranboy institutida birga o'qiganmiz. Boymurod degan. Denov katta shaharda. Hozir yaxshi joyda ishlayapti. Ketadi u bola. Biz ham shu yerda o'qigan bo'lsang, like-ni bosib jira. Yaxshi. Probek qancha bo'lgan? 23 ming. 2025 ha? Ha. 23 mingmi? Probek. Qayerga yurdingiz aka? Sherdamiz aka, Toshkentda tekis yo'lda yurgan aka. Siz Toshkentda ishlaysizda? Ha. Salonni ichini xalq mazza qilsin. Va GT Line aka eng fulli. GT Line eng fulli. Necha pul turadi salonda? 505 millionga tushadi sug'urtasi bilan. 505 millionga tushadi sug'urtasi. Qanaqa sug'urta qiladi? Agar naqdga olsa sug'urta qilmaydi? Naqdga olsa qilmaydi. 499 millionga naqdga. Kia K5. Molik 75. Poliklari ham podarka bo'ladi aka. Nomaylik boya seriyana bosdik-ku. Mana katta ishda ishlaysizmi aka? Bo'ladi aka. Yaxshi. Ishim ayta olmayman to'g'risi aka. Ayol. Lekin videoda ko'rik, ola kommentariyaga yozib keting, ba'zini ish qilishlari. 25-yil, 25 aka. Haqqoniy yuzidik a, nomingizda. Haqqoniy o'zimiz. O'xshatmaysiz. Yo'q, qolmiz aka. Ta'mirotga ruxsatnomasi ham bor, 7-8 oy. 7-8 oy ta'mirotga ruxsati. Seriyasi bilan berasizmi yo'qmi? Beramiz aka. Berib yuborasiz. Beramiz. Kerak. Nima olasiz? Puli kerak edi, boshqa magazin ko'rmoqchi edik. Xo'sh, buni olib qarasak 40 mingga tushganmi? 38 ming, 39 mingga tushgan. Tushgan. Necha qo'yay? Bir 35 ming qo'yaylik. Yo'q, 30 mingga qo'ydim, nomer telefoningizni ayting. Yo'q, 30. Nomeringizni ayting. Qay nomeringizni? 88lik Aha. 704 1050. Bor baraka 31 ming bo'l. Yo'q aka. 31 yarim. Yo'q aka. Juda kam bo'lyapti aka. Dehqonligingiz uchun pastga o'tishni ham o'giraman dehqon. Bo'ldi. Chunki ayaqda turibdi, 8 ming so'rayapti. Ko'rdingizmi? 32 ming qo'ydim. Bo'ladimi? Bo'l. Aka bitta narx aytaman. To'xtang aka. 32 ming qo'ydim. Bo'l aka, gapirmang. Jon aka. 30 zo'r aka. 2,5 qo'yak aka mayli. Yo'q. Shu 2,5 qo'yak aka, obunachilaringiz uchun aka. Siz uchun aka. Iltimos aka. Men aka 500 ming. Men u tomonda o'tishim kerak, dehqon uchun o'tishim kerak. 32.500 ga mayli qo'yaman, lekin savdosi bor deb qo'yaman, bilan. Bo'ldi. Savdosi bor, bemalol pulingiz naqd bo'lsa agar 32 mingga so'rasangiz beradi bu odam. Sog' bo'lingizlar.